Qorilar, shans bormi? Qorilar bormi? Hozir senga bitta qori bolani ko'rsataman. Menda o'sha qori bola. Aldash yaxshi emas. Nohaq ayblamen, mendek qori bola ko'rmagansiz hayotingizda. Qanday aqlli bola, mana ko'z tegmasin, mashalloh. Aqlli bolaga lavnisiga yechinib rasm qo'ymaydi-yu. Ko'ringan yo'q chiqaydi, ayrim bir qizlarkidan yaxshi lekin. Yo'q, buni ko'rsatmoqchi emas edim. Mana qori bola. Juma yomingiz muborak. Uxlamagan bola bormi? Nega uyqu yo'q? Seni sevaman, sevgimga ishon. Buxorolik tema kim bor? Chiroyli, soqolli, sportivniy bormi? Chiroyli bolalar bormi? Do'st bo'lamiz, temalar. Nima u? Bilmasam, nima u? O'zi bilib turib so'raydi. Yana o'zicha bilmaganlikka olib qo'yadi. Agar savol bergan odam buni temaligini bilganida boshqacha javob berardi. Taxminan shunaqa. Bor. Lich. Bor do'stim. Lich. Yozdim do'stim. Do'stim deding, dunyo ne'matlari yolg'on. Qashqadaryodan bo'ladimi? Xormen. Bor. Chiroyli tema ekansiz. Ha, bugungi videomizda shunaqa ifloslar haqida gaplashamiz. Sretsegi, ondaki da sretsegi, ondaki ga sretsegi, ondaki da kretsa YouTube kanalida. O'zi tema nima degan ekan deb tushunmaganlar bo'lsa, oddiy qilib tushuntiraman. O'zi aslida bular geylar, ya'ni ikkita erki birga oila quradi, ishqiy munosabatda bo'ladi, jinsiy munosabatda bo'ladi. Amerika va shunga o'xshagan davlatlarda bular ochiqchasiga oila quradi. Yaxshiyamki bizda unaqa emas. Bizning mentalitet bularni ochiqchasiga o'ltirib yuboradi. Yigit o'ldira so'ya qamalar chiqa. Bu ifloslar bizda oila qurmaydi. Bular yashirin ravishda jinsiy yaqinlik qiladi va qanaqadir harom ishlarni amalga oshiradi. 18-19 yosh temaga qiziqadiganlar bormi? Toshkent. Fu! Yosh kattalar bo'ladimi? Kattaroqlari bo'lmaydimi? Salom, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Qayerdansiz? Toshkent. Afsuski O'zbekistonda kundan kunga geylar soni ko'payib ketyapti. O'zi bunaqa Tutanxamonni qo'ltig'ini junidan tarqagan xorami geylar faqat bitta joydan emas, butun dunyo, butun O'zbekiston, butun viloyat, butun tumanida bor, yetarlicha bor, ishoninglar menga. Men ham sizlarga o'xshab va ko'pchilikka o'xshab bunaqalar kam deb o'ylardim. Lekin keyin bilib yetsam bunaqalar juda ham ko'p ekan. Agar ishonmasanglar, Telegramga yashash tumaninglar yoniga tema qo'shimchasini yozib qidirib ko'ringlar. Masalan, sizlar deylik, Mars tumanida yashaydigan bo'lsalaring, Mars tema deb yozib qidirib ko'ring degan bo'lardim agar meni haqqim bo'lganda. Afsuski bunga haqqim yo'q. Yo, bu targ'ib yoki qanaqadir masala bo'yicha emas. Sizlarga bitta misol bilan tushuntiraman. Masalan, Tavrat Injilni qiziqib ham o'qish mumkin emas. Chunki Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Ahli kitobidan olingan sahifalarni, ya'ni Tavrat oyatlarini o'qib o'tirganda payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ranglari o'zgarib ketgan noroziligidan. Menga shubham bormi risolatimdan? Allohga qasam, agar shu sahifani egasi Muso alayhissalom tirik bo'lganda menga ergashishdan boshqa yo'li qolmas edi degandilar. Aytmoqchimanki, meni iymonim komil, iymonim mustahkam deb ham Tavrat Injilni o'qib bo'lmaydi. Mumkin emas, chunki bizning iymonimiz Umar ibn Xattobnikchalik emas. Shu zotga payg'ambarimiz man qilgan. Biz kim bo'pmiz? Men nima demoqchiman? Bu geylarning gruppasiga qiziqib ham kirmanglar, iymoninglar kuchli bo'lgan taqdirda ham. Tushuntirib bera oldimmi? Aka, uka, do'st, sirdosh bo'laman deganlar yozinglar. Tanishamiz, yaqin bo'lamiz. Ukam bo'ling. Ha. Ukajon qali.
Yaxshi, o'zingizchi? Rahmat, Allohga shukr. Qayerdansiz? Birinchi marta bu gapni aytyapman. Iltimos, 2012-yil bo'lsa ham qiz kerak deb yoz. Iltimos. Bunaqa erkak kishi bo'lib turib, erkak kishini qidirgandan ko'ra. Uxlamaganlar bormi? Odam yomon zerikdi-yu. Bor, nima qilamiz? Nima qilaylik? Nima qilgis kelyapti? Tushunmadim. Nimasi tushunarsiz? Nima qilgis kelyapti ayni paytda? Farg'ona, puli bor, mashinasi bor, skromniy tema aketalar bormi? Jal Farg'onani tiling yomana. Bir yo'la mahrga kelik so'ramadingiz-da. So'rayman, topilsin. Nervimni chiqarib kuydirasiz. Xudo olmayapsan-da. Nech pul? Bu xoramlarni ko'rib sizlarda ham asabiylar buzilyaptimi? Keling endi boshqacharoq yozishmalarga o'taylik. Qizlar, nima qilyapsizlar? Yozmaysizlarmi bunda? Shu qanchalik cringe bo'lsa ham menga hozir farishtadaqa ko'rinyapti lekin. Xitqildilaring qayoqdagi yemagan gaplaring, qiluvlaring bilan o'zlaringga yarashadigan ishtiqillaring. A few moments later. Xayrli kech. Uxlaydiganlar bormi bugun? Topishmoqni zo'ri. Ikkalasini ushlaysan, orasiga ishqalaysan. Anjonli ayollar bormi? O'zingni qilib turgan ishingni qara endi. Gapingga tushmayapti. Kimdir menga tushuntirib yuborsin buni nimaligini. Instagramdan Krezani videolarini ko'rsangiz tushunib olasiz. Ha, men aytdi. Stridisdan ehtiyot bo'lish kerak. Gaplarni video qilib chiqarib yormasin. O'zing shunaqa qilganmisan? Yo'q, nega unaqa qilaman? Unda ne? Kreza, shu bola Stridisdagi cringe gaplarni video qilib yuboradi-da, Instasiga kirib ko'ring videolarni. Aynan shunaqa videolarimdan keyin Threads'am ancha tozalandi. Men ham videosiga chiqib qolmay deb ko'p odamlar Threads'ni o'chirib ham tashadi. Kim mani o'g'il bola do'stim bo'ladi? Instadan yozinglar obuna bo'lib. Kreza qachon kelarkan? Xo'p, keyingi videoda shu mavzuni ko'rib chiqamiz. Hech kim mani shakarim demaydi. Balki tuzdurman. Shakarim. Pripravasiz. Zaharram o'zimni. Balki asaldursiz. Xabaringlar bo'lsa, YouTube kanalimiz yangi ochilgan va bu bizni ko'rsatuvimizni endigina 2-sonimiz. Maqsadimiz O'zbekiston internet sferasidan bunaqa tuban yozishmalardan tozalash. Agar siz ham bularni kamayishini xohlasangiz, hoziroq obuna bo'lib qo'ying. Bu obuna bo'lish sizdan hech qanaqa ko'p vaqt olmaydi yoki qo'shimcha pul talab qilmaydi. Sizdan nima o'chdi? Obuna bo'lish uchun sizdan qanaqadir pul yoki qo'shimcha ko'p vaqt talab qilinmaydi. 1-2 soniyani o'zi yetadi. Shunchaki obuna bo'lish tugmasini bosangiz bo'ldi. Bu videoni ham yosh bolalar ko'rmaydi, chunki bu video yosh bolalar ko'radigan yo'nalish emas. Hamma es hushini yig'ib olgan, fikrlashi joyida insonlar. Endi shularga qanaqa qilib obuna bo'lishni o'rgatmayman, to'g'rimi? Cho'ponga qo'yis. Boqishda demoqchi edim. Cho'ponga qanaqa qilib qo'y boqishni o'rgatmayman, to'g'rimi? Xullas kelishib olaylik. Sizdan like, obuna va qo'llab-quvvatlash, bizdan esa maksimal darajadagi sifatli kontent. Bu yo'nalish O'zbekistonga juda ham kerakli deb o'ylayman. Sizning fikringiz qanaqa? Kommentariyada kutaman. Har biringizning fikringizni kutaman. Muhim men uchun. Qizlarga savol. Turmushga chiqqaninglarda mahrga nima so'ragan bo'lardinglar? Sir bo'lmasa, shunga qarab harakat qilardik. Mahr qiymati bo'lish kerak. Ko'p qizlar aslida xohlashadi mahrga qiymati bor narsalarni so'rashga. Ammo negadir ayrimlari niqob ostida hech nima kerak emas deyshadi. Lekin meni fikrim uy so'ragan bo'lardim. Nervimni chiqarib kuydirasiz. Xudo olmayapsan-da. Sababi bu kelajak uchun kafolat bo'ladi. Ya'ni farzandlari bilan o'zi qolmaslik uchun eng avvalo hamma jufti bilan birga baxtli bo'lsin. Lekin ayol kishini o'zini vatani, uyi bo'lish kerak deb o'ylayman. Women. Xo'sh, qaysi davrda ekanligimiz va Alloh qancha rizq berishiga ham bog'liq emasmi? Uy deyishganicha. Men hech nima so'ramaganman. Allohimga ming shukr, 3 ta farzandim.
qator tilla yoki gelik olib bermagan bo'lsalar ham oilasini, ayolini juda qattiq sevadigan, mehribon turmush o'rtog'im borlar. Bundan ortiq vaqt bormi? Mana o'zi shunaqalar arziydi uy-joy, gelik mashinasiga. Men sharoitimga qarab tilla so'ragan bo'lardim. Baribir ham u tillalarni ota-onamga emas, o'zimga so'rayman-u. Erkak kishini ishi yurishadigan kuni, ishi yurishmaydigan kuni ham bor. Har doim ham bir xil silliq bo'lmaydi-yu hayot. O'shanda mana siz olib bergan tillalar, shularni oling-da ishlaringizni yaxshilab yo'lga qo'yib oling. Ishlaringiz yurishib ketsa, bundan ham yaxshilarini olib berasiz derdim. Baribir beradigan mahrni o'zlariga ishlatamiz-ku. Ha, bu ham menimcha yaxshi fikr. Har juma ayoli, onasi, singlisi, opasiga gul hadyalar berishsin. Har juma kuni gul olib kelishini. Shunchaki sodiqlik. Bittagina oq gelik. Ha, zo'r ketyapti-ro'da chaydi videoni. Men mahrda muhokama qilish niyatim yo'q. Agar o'zingizda fikringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Shu pastdagi oq chiziqcha kadrda oxiriga yetganigacha men sizlarga muhim ma'lumotni aytib o'taman, maksimal darajada tezroq ohangda. Kimdir blogerlikka qiziqadi, kimdir streamlar qilgisi keladi, kimdir menga o'xshab videolar chiqargisi keladi va biz bunaqa insonlarga tekinga YouTube kanal beryapmiz. Qatnashish 100% tekin. Shunchaki Telegram kanalimizdan shu postni topib, ishtirok etish tugmasini bosing. Shu QR kodni skaner qilsangiz, Telegram kanalimiz chiqadi yoki Telegramga Kreza deb yozib qidirsangiz ham bo'ladi. Eng oson yo'li video ostida havola qoldiraman. Qaranglar, shu videoni davomini Telegram kanalimga tashab qo'yaman. Chunki ko'rsatuvimiz o'z nomi bilan Threads'dagi 10 daqiqa va bizga berilgan daqiqa tugadi. Telegramimizga ham obuna bo'lib qo'yinglar, chunki shunaqa bonus videolar va videolar chiqishidan oldingi jarayonlar, qanaqa mavzular hammasi Telegram kanalimizda muhokama qilamiz.